ekskavatorchidan sovchi kelsa turmushga chiqarmidingiz deb so'rashsa bitta qiz aytdiki, "Yo'q, turmushga chiqmasdim, ularda pul bo'lmaydi" dedi-ku. Keyin yana ko'ryapmiz. Mahrga nima so'raysiz desa, gelik deb qo'yishadi. Qizlarga murojaat qilmoqchiman-da, unaqa shoshma-shoshanlik bilan qaror qabul qilmanglar, kelajaginglar haqida chuqur o'ylanglar. Masalan, mana shu ikkita texnikani narxiga bitta yangi pochka Gelenwagen beradi. Ikkita 155 talik Hyundai va sizni so'rayotgan gelik oyiga masalan 1000-2000 dollar rasxod qiladigan bo'lsa, bu ikkalasi oyiga 2000-3000 dollar pul ishlab topadi. Endi o'zingiz taqqoslang. Sizni Gelenwageningiz, ya'ni gelikingiz turgan sari, yil, oy o'tgan sari narxi tushib, rasxodi ko'payib boravergani sari bu ikkala texnikani yil, oy o'tgani sari bitta gelikki pulini ishlab boraveradi. Tasavvur qilyapsizmi? Sal o'ylash kerak, sal chuqurroq hisob-kitob qilish kerak. Shuning uchun shoshma-shoshanlik bilan qaror qabul qilishinglarni xohlamas edik. Hyundai 155 talik ikkita Arti Holdings kompaniyasi bitta Gelenwagenning puliga teng texnikalarni xudo xolasa mana O'zbekistonga chiqarib yuboryapti. Salomat bo'linglar.